uyingiz o'zini mana shu katta holga ega bo'lsa nima deysiz? 110 metr kvadrat 3 xonalik 2 tomonlama skvazon proyekt holatdagi kvartiramiz. Shahrimizning Golubay ekran territoriyasidan 7 qavatlik elit nomning 7-qavatidan 3 xonalik kvartiramiz. Srochnaga sotilyapti. Zal, spalnya, sanuzul alohida, kuxnyasi va keyingi detskiy komnatasi. Holning o'zi ham bitta xonadek. Bu tomonda uyimizni zal qismi kombinatsiya usulida ta'mirlangan, yarim bitek kraskalar bilan, yarim mesh kabina abo'ylar bilan ta'mirlangan. Ko'rib turgan mebel divanlari, televizorlari, konsertgacha hammasi qolar ekan. Bu tomonda esa uyimizning keyingi detskiy komnatasi akkuratli qilib ta'mirlab qo'yilgan holatda, to'liq abo'ychalar bilan ta'mirlangan. Uyimiz balandligi 310 metr bo'lgan holatda. Bu kvartiramiz narxiga uchastka ham beradi. Uchastkaga yashagan ma'qulmi yoki mana shu kvartirani sotib olib, ijara qo'yib, ijarani orqasidan 600-700 dollarga ijara puli olib turgan ma'qulmi? Kommentariyada fikringizni kutib qolaman. Bu tomonda uyimizning spalnya qismi, duv spalnyasi, shkaflari, televizorlarga o'rnatib qo'yilgan ekan. Kattagina spalnyani o'zi ham. Sanuzul qismini ko'rib o'tamiz. Razdelli holatda vanna xonasi, akril vanna, lastak semistitilla, LED abagrev o'yinlari, rakvinasiga o'rnatib qo'yilgan. Bu tomonda hojatxona qismi, litiy unitazlari arizonga jo'natilgan. Dapatalka kafil bilan ta'mirlangan ekan. Keyingi oshxona qismi, stol stullarigacha. Uyimizning har bitta xonasida televizor o'rnatilgan ekan. Bitaviy texnika, stiralka, xolodilnik, gaz plitavichka hammasi o'rnatib qo'yilgan. Kux mebel garniturasi ham dapatalka ekan. Mana shu kvartiramiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, pastdan nomerlarni qoldirib o'tamiz. Uyimiz narxi 80.900 dollar. Ozroq summada kelishtirib arzon qilib beriladi. 7 qavatli domning 7-qavatda 110 metr kvadratli kvartira skvaznoy holatda. Ha aytgancha, bu kvartiramiz barterga ham to'g'ri keladi. Mayda kvadratli kvartiralar yokida mashinalarga bemalol barter qilishingiz mumkin.